Demak do'stlar, bugun sizlar bilan biz klaviaturani kombinatsiyasi haqida gaplashamiz. Nimaga klaviaturani kombinatsiyasi? Chunki montajyorlar agar siz mishkada ishlamoqchi bo'lsangiz, bunda ishlamoqchi bo'lsangiz, juda ham kech qolib ketasiz. Skorost iloji boricha tezroq ishlashingiz kerak. Iloji boricha tezroq ishlash uchun iloji bo'lsa mishkani umuman ishlatmaslik kerak. Chap qo'lingizni klaviaturaga moslashtirishga majbursiz. Klaviaturani ko'rsataman. E'tibor bergan bo'lsalaring, men bu tomoni yaltirab ketgan. Chunki shu meni qo'lim shu darajada ko'p tarafga bosganki, kontrol olingandan boshlab. Ustidagi kraskalari o'chib ketgan. Tepasi matoviy edi. Hozir glansiy bo'lib ketdi. Matoviy, ya'ni o'sha bidir gul qaytariladigan narsa, glansiy u yaltiroq narsa bo'ladi. O'sha glansiy bo'lib ketdi. Birinchi olinganda bu matoviy klaviatura. Endi mana bu yerda bitta narsa bor. Mana izmenit degan joyga kiramiz. Tepada kombinatsiya klavish Ctrl Alt K. Shuni bossangiz, select klaviaturani kombinatsiyasini sizlarga chiqaradi. Xohlasalaring shu yerda yotlaylar. Xohlasalaring ishlatib yotlaylar, xohlasalaring mishga ishlaylar. Xohish o'zingiz. Lekin klaviaturani kombinatsiyasini yodlamasalaring juda ham qiyin. Biza to'g'ri men yodlaganman. To'laqonli bilmayman, lekin qisman yodlaganman desam ham bo'ladi. Demak, bu yerda har bitta primerda ishlayotgan odam o'zgartirish kerak bo'lgan qismi qo'shimcha ayrim narsalar bor. Xo'p, mana bu yerga kiramiz. Bu men o'zim nasib etib qo'yganman. Mana Adobe Premiere Pro'ni o'zi birinchi uстановка qilganlaringda klaviatura shunaqa bo'ladi. Mana bu yerda delete turibdi, delete'ni achishdi turibdi. E'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu yerdagi o'sha men bu videoni men bunda qolaman, chunki ko'rish osonroq bo'ladi. Shu videoni men prosta bunday qilib olib yoki bo'lmasa shuni olyapman-da, prosta bitta aynaqa bilan harakat bilan uzatib qo'yayman. Yoki bo'lmasa mana buni qilish kerak bo'ladi. Mishkada ko'rsatsangiz, assistni bosish kerakmi? Mishkada o'ng tomonni bosasiz mishkani. Birinchi olasiz, keyin mishkani o'ng tomonni bosasiz, keyin assistni topasiz, keyin bosasiz, keyin uzatib ketadi. Klaviaturada bo'ladigan bo'lsa, Ctrl A D. Bo'ldi. Endi o'ylab ko'raylik. Turibdi, olyapsiz, bosyapsiz, assist. Klaviaturada ikki marta zadaniya bilan uzatib ko'ramiz. Qaysi biri qulay? Klaviatura обязательно qulay. Значит, klaviaturani yodlash kerak. Xo'p, qanaqa? Birinchisi, mana bundan открыть проект Ctrl A, ya'ni Ctrl O. Deyarli sizga kirib bo'lmaydi. Закрыть проект Ctrl W. Сохранить, без сохранения проект закрыть qilasiz, qilgan mehnatingiz yo'q. Esini chiqarmaysiz. Закрыть проект Ctrl Shift W. Закрыть просто anaqaniki, ya'ni o'sha bitta oknaniki proyektga seli proyekt zakrit bo'ladi. Сохранение Ctrl S, сохранить как, ya'ni siz qayerga сохранить qilayotganingiz bilan bog'liq. Misol uchun сохранение qilmoqchi bo'lsangiz, doim сохранить qilayotgan joyingizga сохранить qiladi. Сохранение как qiladigan bo'lsangiz, siz boshqa papkaga сохранить qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha papkaga сохранить qiladi. Сохранить копия. Bu ham tak shunga o'xshagan narsa. Сохранить все. Hammasini. Восстановление, FPS, захват, ya'ni prям zapis qilish. Men bu joyni to'liq tushuntirib ketyapman. Ctrl E import qilish. Ya'ni bosib ko'rsating, bilasizlar. Videoni olib bu yerga tashlash. Ctrl E niki. Aytaylik, mana shu joyda yana Ctrl E siz tanlay olasiz. Mana bunday qilib hammasini tanlasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana klaviaturada boshdan kiraylik, Ctrl E mana bundan shuni olasizda, enter bitta bossangiz, bu yoqqa tashlaydi. O'sha. Yoki bo'lmasa, yana Ctrl E
mana bu joyda mana birinchi bilan 4-video keraksiz xolos sizga. Birinchi videoni bosasiz mishkada, kontrolni o'zini bosasiz, 4-videoni bosasiz. Ikkalasini o'zini oladi. Keyin enter. O'tdi. Xo'p, izminetga kiradigan bo'lsak, bu yerdagi qolgan mana bu funksiyalar hammasi это так прям qolgan kompyuterdagi qolgan programmalar bilan одного. Chunki Ctrl C, Ctrl V copyright istaydi, Ctrl X bu prям o'sha joyda anaqa qilish. O'zbekchasi sizga kelib qoldi. Prям o'sha hammasi одного bir xil. Wordda qanday ishlasa, mana shu klavishlar bunda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Boshqa raziyasi yo'q. Ctrl Z отметить, Ctrl Alt Z повторить. Ya'ni noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz, to'g'rilab beradi. Shunaqa qiladi. Aytaylik, men buni udalib qo'yardingiz, qayta tiklamoqchi bo'lsangiz, Ctrl Z deb bosasiz. Qaytadan yana eski orqaga qaytarmoqchi bo'lsangiz, Ctrl Alt Z deb bosasiz. Shunaqa. Endi dars qolgani ham xuddi shunaqa. Bu keyingi darslarda bitta-bittalab hammasini tushuntirib ketaman bularni. Akda ham xuddi shunaqa. Men misol uchun Shift +6, Shift +9, Shift +8 mana shunday qilib основной ko'p ishlatiladigan narsalarga programmani o'zini aynapasida klaviaturada joy berib chiqilgan. Xo'p, kombinatsiya klavishiga kiradigan bo'lsak, xo'p, mana bu yerda mana Adobe Premiere manusiga kirdik. Assistentni nimaga men prям deletedan, mana bu yerda turadigan deletedan, mana delete mana bu yerda turadi. Prям deletedan mana bu yerdagi knopkaga o'tkazib olganman. Chunki qarang, chap qo'llaring mana bu yerda turadi, to'g'rimi? O'ng qo'l mishkada turadi. Siz chap qo'ldan bitta narsani udalib qilmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni bu yoqqa olib borib qaytarib olib kelasiz. Bu mendaqa dangasa odam uchun mashaqqat. Ya'ni mehnat, kuch sarflash. Shu uchun men mamutdagi narsani mamutga qo'yib olganman. Nimaga? Qo'lim shu joydan jilmaydi. Klaviaturani kombinatsiyasini to'liq yodlaganingizdan keyin, qo'lingiz moslashgandan keyin shunaqa narsa bo'ladiki, prям sizda hozir mana shunaqa narsa bo'ladiki, men bu klaviaturadagi qaysi knopkani qanaqa qilib ezish sizni qo'lingiz o'ziga nevrolingizga yotagan bo'lib ketadi. Prям bu yodlash natijasida siz klaviaturaga qarab o'tirmaysiz. Seriously, men misol uchun klaviaturaga qaramayman. Umuman. Deyarli 90% holatda klaviaturaga umuman qaramayman. Nimani bosayotganim hammasini o'zim bilaman. Men bu narsani misol uchun qaysi joyga nimani qo'yishni qanaqa qilib bilamiz siz. Misol uchun mana assistant shuni bossangiz, mana bu assistant turibdi. Buni X shuni bosasiz, mana bu chiqarib beraman. Delete degan knopka bor deyapti. Shuni bilan X bosasizda, o'rniga bir marta bossangiz, mana bu narsa chiqadi. Shunga o'zingizga udobniy bo'lgan, misol uchun mana shu knopkani qo'yib qo'yib, OK ni просто bossangiz bo'ldi. Klaviaturaning kombinatsiyasida основной o'zgartiriladigan narsa menda shu. Qolgan narsalarni ham sekin-astalik bilan o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun, aytaylik sizga saqlanish uchun Ctrl C yoqmaydi. Ochib turib, shu bosasizda, mana bu yerda to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Kontrolni o'zini bossangiz, mana bu yerda kontrolni bosganingizdan keyingi funksiyalar chiqadi. Altni o'zini bossangiz, altni bosganingizdan keyingi funksiyalar chiqadi. Shiftni bossangiz, shiftni bosganingizdan keyingi funksiyalar chiqadi. Ya'ni har bitta Ctrl Alt Shift bu knopkalarni bosganingizda klaviaturaning kombinatsiyasi plus o'zgaradi. Ctrl plus S saqlangan bo'lsa, Ctrl Shift plus S сохранить как. Men 3 ta klavish bitta bosilyapti. Bu nima desa bo'ladi? Prям 100 ta klaviaturadan birdaniga 300 ta klaviaturani 300 ta knopkani funksiyasini bajara olish. Tushunsam to'g'ri bo'ladimi? Bilmadim. Prям sizda 100 ta knopka bor, lekin 300 ta knopkani vazifasi bor. Sizda shu har bitta knopkaga 3 tadan zadaniya berishga majbursiz. Shunaqa vaziyat to'g'ri kelib qolganda, Ctrl bosasiz, boshqacha ekran, Shift bilan bosasiz, yana boshqacha, Alt bilan bosasiz, yana boshqacha, Alt bilan Shift bosasiz, yana boshqacha, Shift bilan Ctrl bosasiz, yana boshqacha, Ctrl o'zini bosasiz boshqacha, Shift o'zini boshqasi boshqacha,
Alt uzun bilsangiz yana boshqacha. Burası klaviaturani kombinatsiyasi вообще ko'p. Polniy podrobniy boshdan oxirigacha yodlash shart emas. Eng muhim bo'lgan narsalarni yodlab olsang bo'ladi. Eng muhim bo'lgan bir 15 tacha element bor. Shularni yodlab olsang yetadi. Qolgani sekin dolga mana shu misol uchun 4 oy, 5 oy ish faoliyat davomida asta-sekinlik bilan yodlab boraverasizlar. Boshida birinchi darsda o'zim hammasini yodlayladimi? Aytaylik, примерно sizlar 15% ni bilib olsalaring, уже attitude yetadi. Mani o'zim ham maksimal bilsam hozir qancha bilaman? 25-30% ni bilaman, xolos kombinatsiyani. Lekin o'sha 30% dan u yog'ini ishlatmayman. Shu uchun. Shu sizlar ham bir patolog 10-15% bilib olsalaring bemalol yetadi sizlarga. Shunaqa klaviaturani kombinatsiyasi sahnaga qilasizlar oxirida mana bu joyga o'zi o'tib qoladi. Mana Nastroyed Adobe Premiere Pro dan o'zi bu yoqqa o'tib qoladi. O'tgandan keyin OKni bitta bossangiz, o'sha klaviaturaning kombinatsiyasi o'sha sizlar. Ya'ni udalить, delete emas, mana chekkadagi tab tepasidagi ikki nuqtada bo'ladi. Xo'p, значит, bu darsimiz tamom. Xudo xolisa keyingi darsda timeline gaplashamiz.